Oyijon, ko'plab bemorlar ismim sachratqi videosini ko'rib, layklab bosib, o'zlarining qiziqarli savollarini qoldirishgan. Shu savollarga birma-bir javob bersangiz. Bularning orasidan agar sachratqini ko'p ichsa oshqozonni og'ritadimi deb so'rashgan. Bunga nima deysiz? Sachratqi hech qanday oshqozonni og'ritmaydi. Sachratqi aksincha oshqozon osti bezini ishlash faoliyatini yaxshilaydi. Oshqozon osti bezini ishlash faoliyati yaxshi bo'lganda oshqozonda albatta ishlash faoliyati yaxshi bo'ladi. Yana bitta savol, ichni qotiradimi? Yo'q, aksincha. Ich qachon qotishi mumkin? Mana shunday holatlar bo'ladiki, ba'zilarda otravlение bo'ladi, ich ketish hollari, o'sha qorin og'rish holatlarida ich butunlay surilib ketadi. Ichaklarda hech narsa qolmaydi. Albatta sachratqini issiq holatda ho'plab ichgandan keyin o'sha oshqozonda ichaklarda hech narsa qolmagandan keyin ichda qotish holatlari u sachratqidan emas. O't qopidagi toshlarni tushirishda yordam beradimi? Albatta, o't qopidagi toshlarni suyultirib sekinlik bilan tushirishda yordam beradi. Uni ichganda ho'plab ichiladi. Agar iloji boricha shu ichi qotadigan va o't qopida problemalar bo'ladigan insonlar bo'lsa, albatta sachratqiga anis urug'i, ya'ni arpa-bojon urug'i bir choy qoshiq qo'shib choynikka damlab ichiladi. Choy sifatida. Qanchadan necha mahal ichiladi deb so'rashibdi. Choy sifatida kuni bo'yi qancha choy ichsangiz shuncha ichishingiz mumkin. Rus tilida nima deyiladi sachratqi? Rus tilida sachratqi sikori deb aytiladi. Jigarni, buyrakni yuvishda va tanadagi otyoqlanishni qaytarishda yordam beradimi deb so'rabdi. Juda ham yaxshi yordam beradi. Jigar asosan oshqozon osti bezi, o't qopi va o'sha endokrin bezlar bilan bog'liq holatdagi bemorlarda, sahrin diabetlarda shu hammasi bir-biri bilan bog'liq. Shu uchun hammasiga yordam beradi. Albatta, sahrni diabetda oshqozon osti beziga bolg'a kabi urganday urilib uyg'otadi. Ishlash faoliyatini juda yaxshilaydi. Bu degani jigar faoliyati yaxshi degani, o't qop ishlash faoliyati yaxshi, oshqozon osti bezi ishlash faoliyati yaxshi degani. Bolajonlar hozirgi kunda mana otravlение kasalligi ko'paymoqda. O'shanda sikoriyni, ya'ni sachratqini maydalab, qaynatib cho'mitirsa bo'ladimi deb so'rashibdi. Albatta buni bolajonlarga qaynatib ichirish mumkin. Ba'zi birlar novot solib beradi. Men unga qarshiman. Albatta ozgina asal solib berish mumkin. Kichkina 2 yoshgacha, 1,5 yoshdagi, 1 yoshdagi bolalarga ham berish mumkin. Undan tashqari cho'miltirish ham mumkin. Oftobda o'sha ko'p yurganda o'sha ultrafioletli nurlarni ta'sirida nurlanadi. Shuni natijasida ichaklarda oshqozon osti bezi, prostata bezi, buyrak osti, bachadon osti bezlarida o'zgarishlar bo'ladi. Bularni sachratqi davolaydi. Mahalliy tilda tolxa deyiladimi deb so'rashibdi. Yo'q, mahalliy tilda har doim tolxa deb aytilmaydi. U hech qanaqa tolxaga aloqasi yo'q, sachratqi deb aytiladi.